Bismillahirrohmanirrohim. Vajibatu ta'am degan ovqatlar degani. Vajibatu futur ertalabki nonushta. Vajibatu g'ada tushlik. Vajibatu asha kechki ovqat. Xubzun non, baydun tuxum, batata maqliyatun degani qovurilgan kartoshka. Labanun sut, halibun sut bu ham. Faqat farqi bor orasida. Falafil qalampir, ya'ni ko'pligi bu qalampirlar degani. Jubnatun pishloq. Zaytun, murabba, asal, salatatu xudrovat, ko'katdan bo'lgan salat degani. Aruzzu guruch, kabsatu lahmin. O'sha kabsatu lahmin go'shtli kepsi degani. Lahmun demak go'sht o'zi. Hasa ya'ni hasaun sho'rva degani. Lahmun mashwiyun. Keyingisida lahmun masluqun. Mashwiyun ham, masluqun ham, lahmun maqliyun ham qovurilgan bular. Faqatgina masluqun qaynatilgan bo'ladi. Hisob qolaylik. Mashwiyun bilan maqliyun qovurilgan, masluqun qaynatilgan. Xo'p, milaqatun qoshiq, sikkinun pichoq, shavkatun sanchqi, tabaqun idish bu. Xo'p, qola yaqli qolyun bo'lsa, agar mastari o'sha qo'rmoq, shavi. Bu ham shaviyun bo'lsa, agar bu ham qo'rmoq bo'ladi. Salaqa yastiqu, salaqun yoki saliqun bo'ladi. Mastarini ko'rib olamiz. Demak, bu demak qaynatmoq bo'ldi. Qaynatilmoq. Hop, lahmun maqliyun qovurilgan go'sht, xubzun bularni endi o'tdik. Yozamiz, masalan, vajibatul futur ertalabki nonushtada nima yeyiladi? Masalan, tuxum yeyilsa yozamiz. Hal hadhihi sura li vajibati futur. Mana shu suratda ertalabki nonushta bormi? Ayni qayerda mana? Qaraymiz. To'g'ri yoki noto'g'ri belgisini qo'yib chiqamiz mana bu yerga. Masalan, ertalabki nonushtaga mana zaytun, va hokazo. Ja'i' degan och degan, baridun sovuq. Xafif yengil, shab'an bu to'q degan. Saxin issiq. Dasim yog' degan. Harun issiq degani. Malihun hulvun shirin degani. Malihun tuzli degani. Hamidun nordon degani. Demak, ketdi. Malihun tuzlangan bo'ldi. Qo'yib chiqamizda. Maza tarafis suvar. Suratlarda nima ko'ryapsan? Hal hazihi al-wajibat lil-ghada'i aw al-futur. Bu ovqatlar ertalabki nonushta uchunmi deyapti. Tushlik uchunmi yoki nonushta uchunmi? Hal ta'rifu fi ayyi duwali hazihi al-wajibat? Sen mana shu ovqatlar qaysi shahardaligini bilasanmi? Bu yerdan o'zaro suhbat, ustoz, keyin Vladimir bo'lsa kerak. Vladimir. Xo'p. Ikkita odam orasida suhbat bo'lyaptimi yoki 3 ta mana? Biyur va hokazo endi. Murod ham bor ekan mana, 4 ta odam shekil. Haddisni an wajbatil futur fi baladikum ya Vladimir. Ey Vladimir, shahringdagi ertalabki nonushta haqida gapirib ber menga deyapti. U aytibdiki, adatan natanawalu ash-shaya al-aswad ma'al laymun wal kaseer min as-sukkar. Odatda biz choyni limon bilan birga va ko'p shakar bilan ichamiz. Tanavul qilamiz. Wala nashrabu ash-shaya ma'al halibi abadan. Va hech ham choyni sut bilan ichmaymiz. La nashrabu ichmaymiz. Summa natanawalu al-khubza ma'a ba'd al-lahm. So'ng nonni ba'zi go'sht bilan birga yeymiz. Va ahyanan natanawalu ka'katan saghiratan. Ba'zida esa kichkinagina pirog yeymiz. Aw ba'dal biskuit yoki ba'zi biskvit yeymiz. Ustaz, va anta ya bidur sen nima deysan? Va maza tatanawaluna 'ala al-futuri fil Brazil. Braziliyada
Ertalabki nonushdagi nimani tanovul qilasizlar? Endi bidur. Buni endi o'shanda bilib olinadi-da. Nahnu adatan natanawalul fawakiha deyapti. Biz odatda mevalarni yeymiz va aydan al-qahvata. Yana qahva ichamiz va ahyanan al-khubza wal murabba. Ba'zida esa non yeymiz va murabbo. Nahnu nuhibbul fawakiha kaseeran. Murabbo degani vareniya degani. Biz ko'p mevalarni yaxshi ko'ramiz. Hiya mufidatun jiddan. U juda ham, ya'ni mevalar juda ham foydali. Ustaz, va anta ya bir. Bir, senchi? Bir aytdiki biru. Ana adatan la atanawalu ta'amal futuri fil bayt. Men odatda uyda ertalabki nonushtalarni yemayman. Tanovul qilmayman. Li'anni astayqizu mubakkiran li azhaba ila amali. Chunki men ishga borishlik uchun barvaqt uyg'onaman. Li azhaba borish uchun. Ila amali ishimga degani. Oxirida turibdi-yu. Ishimga borishlik uchun barvaqt uyg'onaman. Va ba'da sa'atayni atanawalu al-futura. 2 soatdan keyin ertalabki nonushtadan tanovul qilaman. Al-futuru indana fi Italiya khafifun va lazizun. Ertalabki nonushta bizda o'sha Italiyada yengil va shirin bo'ladi. Nahnu adatan bizcha ertalab oshga boramiz. Nahnu adatan natanawalu qit'atan min al-kurushan. Biz odatda kurushandan, endi bilmadim buni. Bir bo'lak tanovul qilamiz. Va finjanan min al-qahvati va bir piyola qahva ichamiz. Ustaz, va anta ya Murod, Murod senchi? Ma mashrubukumul mufaddalu fi Turkiya. Turkiyada yaxshi ko'rgan ichimligingiz nima? Murod, ash-shay taban, ya ustoz. Albatta, ustoz, choy dedi. Nashrabuhu kaseeran. Biz uni ko'p ichamiz, lekin ma'a sukkarin qalilin. Lekin ozgina shakar bilan birga. Ana masalan ashrabu ash-shaya 5 marratin fil yawmi. Va men masalan choyni kunida 5 marta ichaman deyapti. Xo'p, bu yerda endi savollarga javob ber. Suhbatda nechta odam gaplashyapti? Kam shaxsan yatakallamu fil hivar? Ma jinsiyatu tullabi fil hivar? Talabalarning, suhbatdagi talabalarning millati nima? Ichimliklar yoziladi bu yerga ovqatlar. Eshitamiz, to'g'ri, xato qo'yamiz. Bir kunda nech mahal ovqatlanasan? Vajibatayni 2 ta degani, salasa vajibatin 3 ta degani. Ertalabki nonushtada nima tanovul qilasan? Yoki mana qo'yamiz bularni. Marratun bir safar. Musanna bu. Muannasdi. Birinchidan muannas, ikkinchidan musanna degani ikkiligi, marratayni bo'ladi. Marratun jama' ko'pligi. Ashrabu ash-shay'a 5 marratin fil yawmi. Men choyni kuniga 5 marta ichaman deyapti. Savollarga javob ber. Marratan yoki marratayni yoki marratni ishlatib, kam marratan ta'kulu fil yawm. Bir kunda nechta mahal yeysan? Aytas akulu bo'ladi shu yerda faqat. Akulu marratan fil yawm. Bir kunda bir mahal yeyman. U endi kam menimcha. Marratayni desa sal ishonchli bo'ladi hozirgi paytda. Kam marratan tashrabul ma'a fil yawmi. Bir kunda necha marta suv ichasan? Kam marratan tumarisu riyadiyata fil usbu'. Sport bilan bir haftada necha marta shug'ullanasan? Astayqizu mubakkiran li azhaba ila amali. Ishimga borishlik uchun barvaqt uyg'onaman. Limaza tastayqizu mubakkiran? Nega barvaqt uyg'onasan? Li azhaba ila amali. Li degani uchun degan. Mana shu lidan keyin masalan muzori fe'li kelsa, muzori fe'lining oxiridagi harfni harakati fatha a bo'ladi. Limaza nima uchun degani? Adrusul lughatal arabiyya, arab tilini o'qiyman. Nega? Li yozamiz. Li an va hokazo. Nazhabu ila an-nadi. Nazhabu Zaynab ila al-mat'am. Nadin oldiga bordik. Boramiz. Zaynab oshxonaga boradi. Maza tatanawalu fi wajbati al-futur adatan. Odatda ertalabki nonushta nima tanovul qilasan? Choy ichasanmi yoki qahvami? Ertalabki nonushta bilan birga. Qachon ertalabki nonushtani qilasan? Yozamiz mana bu yerda yaxshi ko'rgan ovqatlarim. Ya'ni ertalabki nonushtadagi yaxshi ko'rgan ovqatlarim deyapti. Bu yerda kechki ovqatda yaxshi ko'rgan ovqatlarim. Vajbatu futuri al-mufaddalatu yozamiz mana. Ertalabki nonushtadan yaxshi ko'rgan ovqatim nima? Hiya yozamiz. Tatakawwanu min. U shundan iborat bo'ladi. Shular qo'shiladi demoqchi. Akhbir biha saffaga kama fil misalil ati. Xo'p.
ibhas an mukawvinati vajibatil futuri li davlati min ad-dawlil alam. Bu endi menimcha kerak emas. Maza tara fi suratayn, ikkita suratda nima ko'ryapsan? Mata ta'kulu hadhihi al-at'amata? Ushbu ovqatlarni qachon yeysan? Mana bu bor bizda, tokoshliklarda juda shirin. Maza ta'kulu ma'aha, u bilan nima yeysan birga deyapti. Hop. Man yatakallamu fil hiwar, suhbatda kim gaplashyapti? Eshitar ekanmiz bularni va hokazo. Bu yerga qo'yamiz, masalan, maza tatbukhina ya ruba al-yawm. Bugun ey ruba nima pishiryapsan? Atbukhu al-bitsa. Pitsa pishiryapman. Hal ta'kulu? Yeysanmi? Agar qiz boladan so'rasak, hal ta'kulina yoki hal tahdurina, kelasanmi uyimga va hokazo qo'yamiz o'zimiz. Bu yerda fe'llar araftu bildim, intazortu kutdim, vada'tu qo'ydim. Bu yerda muzoriyada vav ketadi. Sarf qoidasini o'qimaganlar qiynalishadi. Ada'u qo'yaman, kutaman, bilaman, men. Bu sen kutasan, sen bilasan, o'g'il bolaga, qiz bolaga u biladi, qiz bolaga u biladi. Hiya mana bu yerda xato chiqibdi. Nahnu bo'ladi. Ana. Kitob shuning uchun ustoz bilan o'qiladida. Uhibbu pitza. Pizzani yaxshi ko'raman. Endi pizzani yaxshi ko'rgandan ko'ra issiq ovqat yeyish kerak. Pizza oshqozonni buzadi agar doim yeydigan bo'lsa. Bilamiz. Va ana aydan men ham ana la uhibbuha. Men uni yaxshi ko'rmayman. Yaxshi, barakalla, yaxshi qilasan. Va hokazo qo'yamiz. Masalan, kitobni stolning ustiga qo'ydim. Mana bu yerda qani? Anta ta'kulut ta'ama, sen ovqat yeyapsan. La ta'kulit ta'ama, ovqat yema degan. La ta'kul yema. La ta'kuli, sen yema qiz bolaga. La nahiya, ya'ni qaytaradi. Masalan, anti ta'kulina ta'ama, sen ovqat yeyapsanda la kirgandan keyin nun tushib ketib qoladi. Mana bu yerda zamma tushib ketib qoladi. U. Va hokazo. Uhibbu at-ta'ama al-harra kaseeran. Issiq ovqatni ko'p yaxshi ko'raman deyapti. Va ana aydan des. Men ham des yoki men uni yaxshi ko'rmayman. A'taqidu anna at-ta'ama al-hindiyya lazizun. O'ylashimcha hindcha ovqat shirin. La uhibbu al-asir al-hamida. Nordon sharbatni yaxshi ko'rmayman. Ufaddilu at-ta'ama ad-dasim. Yog'li ovqatlarni, ovqatni yaxshi ko'raman. At-ta'amu al-italiyya lazizun. Italyancha ovqat shirin. Endi bilmadim uni. Ma'at ta'am ovqat bilan birga, ma'as samak bilan birga, baliq bilan birga, ma'al wajbatil khafifa yengil ovqat. Maza tufaddilu an atatanawala. Nima yeyishlikni yaxshi ko'rasan, nimani afzal deb bilasan? Va hokazo. Sami'a, sami' ye qo'shiladi. Talaba, talibi, sami'un. Dobit Ramazon bu yerda o'rgatyapti. Demak shu bugungi darsimiz. Vallohu a'lamu bis-savob.